Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Ro'za Ramazon barchaga qutlug' muborak bo'lsin. Mana Xudo xolasa mana somsalarimiz ham shu iftorliklarga tayyorlanyapti. Xudo xolasa bemalol kelib, halol pok mol go'shti, qo'y go'shtlariga qilinyapti akalar. Bemalol kelib biz qilishingiz mumkin va buni iftorliklar bo'lsa ham dastavka olinaveradi. Zakaz pakaz bo'lsa behijolat murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimiz O'g'lim bergan yo'li Oxiy bozori. Ba'dan Kasparabdan kelganda soy bo'yi ko'prigini oldida kelishlari mumkin. Manzilimiz mana Oxiy bozoridan kelganda mana shu joydamiz akalar. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Ertalar saharliklarga oshlar ham bo'lyapti akalar. Oshlarimiz mana qozonlarda damlanyapti. Bemalol kelib, somsalarimiz ham mazali, juda ham go'shtli, qo'y go'shti, mol go'shtiga qilinyapti.